Assalomu alaykum. Hurmatli o'qirmonlar, hurmatli mehrimli janlar. Bugun sizlarga bir qayg'ili xabarni aytib yetkazgeli o'tirman. Оңтүстік Кореяның Pyeongtaek қаласында Қазақстан Республикасы Түркістан облысының азаматшасы, Шымкент қаласының тумасы, 1970 жылы дүниеге келген Юлдашева Баргида есімді әпкеміз 52 жасында мына өмірмен мәңгілікке қоштасты. Әрине, бұл хабарды сіздерге айтып жеткізу де мен үшін өте ауыр. Кеше түнде алған бұл ақпаратымыз бізді қатты ойландырды. Осы уақытқа дейін қаншама адамның мәйіттерін елге жіберген болсақ, солардың ішінде бізге сабақ болғаны осы әпкеміздің өлімі болып тұр. Құрметті оқырмандар, бұл әпкеміз Оңтүстік Корея еліне 4 жыл бұрын келген екен. Осы жерде кәріс жерінде асханаларда жұмысын істеп, адал ақшасын тауып, отбасым, 2 баласы бар екен. Сол қызымды тұрмысқа шығарайын, баламды үйлендірейін деп, осындай бір жақсы ниетте жұмыс жасап жатқан азаматша екен. Енді бұл нәрсені айтып жеткізу үшін мәнінде мен үшін өте ауыр. Алайда көмекке мұқтаж болған отбасын жағдайын үйреніп, сіздерге қазір тікелей эфир жасап жатырмын. Мынау менің артында қазір мінекей сол мәйіт, сол әпкемізді алып, үлкен қалалық осы мәйіттерді шет елдерге тасымалдайтын үлкен қалалық мәйітханаға алып кетіп бара жатырмын қазіргі таңда. Шынымен бүгін таңертең келдік, сағат 7-те бұл жерде құжаттарды дайындау біз үшін өте ауыр болды. Себебі сондай көп адамдар Кореяның медицинасына қызығады, я бар, алайда солардың ішінде сауатсыздар да бар. Осылай бұл әпкеміздің жүрегі ауырған екен, қан қысымы көтерілген екен, сондай бір өзінің аурулары болған екен. Алайда сауатсыз болған дәрігерлер коронавирустан қайтыс болды деп құжат толтырып қойған. Әрине, оның барлығын біз үйреніп шықтық. Шет елде жүрсек те өзіміздің талаптарымызды қойып, тиісті мекемелерді, тиісті заң өкілдерін шақырып, осының барлығын қайта реттеттік. Қазіргі таңда құжаттарының барлығы аяқталып, Аллаға шүкір, міне жолға шығып бара жатырмыз. Қазір мәйітті Қазақстанға жіберу үшін Шымкент қаласына 8,5 миллион Кореяның ақшасы кетейін деп тұр. Осы жерде жақын өзінің туған інісі бар екен. Бұл інісінің қолында өзінің шамалы жинаған қаражаты бар екен. 4 миллиондай. Тағы 4,5 миллион осы бізге қаражат керек болып тұр, сіздердің қолдауларыңыз. Құрметті оқырмандар, барынша қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз. Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, birodar do'stlar, Janubiy Koreya davlatining Pyeongtaek shahrida 1970-yili dunyoga kelgan Qozog'iston Respublikasi Turkiston oblasti Chimkent shahrining fuqarosi Yuldasheva Bargida opaxonimiz 52 yoshida bu olamni tark etdi. Albatta, bu holatlarni o'rganib chiqib, juda ham bir ta'sirlandik. Hammamiz bu dunyoga mehmonmiz. Hammamiz Allohning yoniga ketuvchimiz. Ilmsiz bo'lgan o'sha shifokorlar bu opaxonimizni koronavirusdan olamdan o'tdi deb hujjatlarni to'ldirib qo'ygan. Ularning hammasini o'rniga keltirishlik uchun qancha harakatlar bo'ldi. Alloh o'zi qo'llab, quvvatlab, hozir mana hamma narsasini yakuniga yetkazdik. Inshaalloh mana hozir mana orqamda o'sha marhum opaxonimizni olib yo'lga chiqdik. Hurmatli vatandoshlar, hammamiz bu dunyoga mehmonmiz. Hammamiz Allohning yoniga ketuvchi bir bandamiz. Inshaalloh duo qilib turasizlar, mana shu insonni Qozog'istonga, Chimkent shahriga yetgunicha, yaqinlarini qo'liga topshirguncha
siz azizlar duolaringiz, siz azizlarni qilayotgan ihsonlaringiz kerak. Hozir mana yaqinlarning o'zida 4 milliondan ziyod pullari bor ekan, yana 4,5 million bizga kerak bo'lyapti. Befarq bo'lmasdan, albatta ihsonning mukofoti faqatgina ihsondir. Shunday ta'sirli so'zlarni opaxonimiz o'zini bir daftarlarga yozib qoldirgan ekan. Hozir eshitib haqiqatan ham yuragimiz bir yig'ladi. Allohdan kechirim so'ragan ekan. Yo Robbim, meni kechirgin, men qiynalib ketdim. Menga o'zing kuch-quvvat bergin deb o'shanaqa bir so'zlarni yozib Allohdan kechirim so'ragan ekan. Aziz birodarlar, ana shu Koreya davlatida yurgan birodarlarimizga aytadigan bitta narsam bor. Koreyada rizq nasibangizni, tuzingizni terdingizmi? Ota-onangizni yoniga boring. Dunyoni ortidan quvib Koreyada ko'p yurmang. O'zingizga yetarli dunyongizni yig'dingizmi, ota-onangizni bag'rida bo'ling. Toki bu dunyoga har birimiz mehmonmiz. Biz otamizni ko'ra olmadik. Ular bilan didorlasha olmadik. Lekin siz o narsani qilmang. Vaqtingiz bo'ldimi? Uyingizga keting. Bu opaxonimiz ham uyimga ketaman deb ishlab pulini yig'ib, mana ketaman, ana ketaman, bilet arzonroq bo'lsin, qizimni turmushga beray, uyli joyli bo'lay degan maqsadda Koreyada yurgan ekan. Hozir bu mana shu karislar yuragi og'rib turgan insonni koronavirus bo'ldi deb hujjat tayyorlab qo'ygan. Albatta bu hujjatlarni hozir hammasini qaytadan takror va takror to'g'rilash biz uchun ancha qiyin bo'ldi, lekin bular hozir to'g'risini etsam yoqib yubormoqchi bo'lishdi o'sha opaxonimiz. Aziz do'stlar, mehribonlar, befarq bo'lmanglar. Qo'ldan kelganicha yordam qilinglar. Hech kim bu dunyoga ustun bo'lib qolmaydi. Har birimiz bir mehmonmiz. Haqiqatan ham hozir kirib ko'rib ...15 kun yaqinlarga ko'rsatmagan, faqat kameradan ko'rsatgan. Hadisi koronavirus bo'lib qoldi deb. Hozir kirib o'zini ko'rib, yuzlarini ochib, yuzidagi olamdan o'tsa ham yuzidagi tabassumni ko'rdim. Yuzidagi kulgan, bu dunyoga rozi bo'lganligini ko'rdim. Kichkinagina qog'ozga Alloh meni kechirgin, qiynalib ketdim, o'zing menga yo'l ko'rsatgin, farzandimni, o'sha qizimni turmushini chiroyli qilgin deb Allohdan so'ragan ekan. Men bu bilan nima demoqchiman, aziz birodarlar? Mana hozir ko'ryapsizlar, Koreya davlatida to'g'ri pul ko'p. Ko'pchilik insonlar Koreya davlatini puliga qiziqadi. Pul katta, oylik yaxshi, lekin ota-ona, yaqinlarimiz birinchi o'rinda bo'lishi kerak ekan. Biz ham bugun bormiz, ertaga yo'qmiz. Bu dunyo, hammamiz bu dunyodan ketamiz. Shunday ekan, hozir bir-birini o'sha pulga aldayotganlar, Koreya davlatida mashina olib, mashinaga aldayotganlar, bir-birini qon yig'latayotgan insonlar bor. O'sha insonlarga mana shu narsa bir dars bo'lsa, bir saboq bo'lsa, ertaga agar mana shunday olamda o'tib ketadigan bo'lsangiz, sizni tobutingizni ko'taradigan, sizni o'ligingizni elga jo'natadigan mana shu xalq. Shuning uchun Koreyada yurgan mana shu insonlar, birodarlarimiz, bir-biringizni hech qachon xafa qilmang. Bir-biringizga mana hozir pul masalasida juda katta narsalar ketyapti, ko'rib turibsizlar. Bir-birini yomon aldayapti Koreya davlatida. O'zimizni musulmonlar, Turkiston viloyatini fuqarolari bir-birini yomon aldayapti. O'sha narsalarga dars bo'lsin. Aziz birodarlar, barchalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Hozir mana shu akaxonimizga ozgina sizlarning ihsoninglar kerak. O'zini yig'ib qo'ygan o'sha pullari bor ekan, opaxonimizni o'sha pullarini
hozir biza masalan nimaga jo'natamiz, kompaniyaga beramiz. Alloh barchalarga rozi bo'lsin.